yozib qo'yinglar. Ko'ryapsizlar, lekin yozmaysizlar. Izohlar hammasini o'qing. Bitta oldim, hammasini o'qiyman. Tushunyapsizlar? Mening do'stim bilan xo'sh, o'tan nima kutyapsan? O'tirmayman deysanmi? Ketsam bilan bu qancha pul beradi o'ylaysizlar? Shu odam klient qancha pul beradi menga? Videoni to'xtatib qo'yib izohlarga o'z fikringizni yozib qo'ying. Siznikini oldida hech narsa bo'lishi mumkin. Ammo bizda farqimiz. Biz ham to'xtamay qolmaymiz. Xo'sh. Ikki. Do'stlar, bu video 17-martda chiqadi. Video 17-martda chiqadi. 17-mart ertasi kuni men yangi videomni olmoqchiman. 99 night o'yinda o'ynab mazza qilib video olamiz. 17-mart kuni. Ular do'stlar, men Minecraft ham o'ynab turishim mumkin. Chatga yozinglar, Minecraft o'ynashimni xohlasangiz, video olishimni xohlasangiz chatga yozing. Men uchun sizning fikringiz muhim. Yana aytgancha, men bu Minecraft o'yinini kompyuterda o'ynagim yoki telefonda. Siz o'zingizga bog'liq. Agar modli Minecraft desangiz, men uni telefonda o'ynayman, chunki mening kompyuterimda Minecraft mod o'ynatib bo'lmaydi, qanday desam sabablarga ko'ra. Shuning uchun modli Minecraft desangiz, men telefonda o'ynayman. Menimcha video tugay deb qoldi. Tomosha qilganingiz uchun
Tush mashinadan tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sizlar bilan bo'ldi Master Edit kanali. Xullas xayr hammaga videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Like va obuna esdan chiqmasin.